Nичего себе. Bu yoqda ekan-ku zo'ri. O'xti. Ochamiz. O'rtoqlar, agrover ekin maydonlariga keldik. Urug'li kartoshkalarni ko'rish jarayoni. Qani bismillah. O'xti. Mana. Bitta ko'ringlar, kustni oldik hozir. Nima edi? Flamingo. Rossiya seleksiyasidan bu. Mashallah. Kompaniya Flamingo nomi. Buni tagida yana bo'lishi mumkin hozir. Qazimadik, shunchaki ochdik. Yaqinroqdan ko'rsatinglar, kelinglar, buni qaranglar. Ob'yomini bilmoqchi bo'lsanglar, mana yonlarida turibdi. Bilmadim, hozir bitta palakda ochdik. Bitta palak. Bitta tup endi ko'p shoxlangan, katta urug' ekilgan. Eski urug'lar ham bor ekan, taglarida ham bor ekan hali. O'rtoqlar, bu hammasi emas ekan. Shoshmanglar, halol bo'lsin-da hammasi. Hop, yana bor bo'lsa, mana chiqyapti, endi hammasi bor. Xo'sh. Bu menimcha işte tugagan shekilli. Demak, mana shu yerga qo'yamiz. Mana endi katta kichigini hammasini borni qilyapmiz hozir. Yonboshlarida ham bor ekan, o'rtoqlar. Mana oltin qoziqdek bir lapatkani o'zi. Uni tagida yo'qmi? Lapatka ham kartoshkaga qo'shib ketib qolmasin. Xullas mana o'rtoqlar. O'zingizlar hisob-kitobni chiqarib olaverasizlar. Kattalari ham bor, o'rtacha va kichkinalari ham bor. Bilasizlar, agrover bir necha 10 yilliklardan beri xorijdan navlarni olib kelib, o'zimizda mahallashtirib, o'sha iste'molchilarga yetib boradigan kartoshkani narxini, tannarxini arzonlashtirish bilan shug'ullanadigan korxona. Bugun biz keldik. Valodiya bugun bizga yangi navlar haqida ma'lumot beradi. Xudo xolasa, hozir oqlari ham bormi naryoqda? Ha, oq ham bor. Hozir oqini ham bitta ko'ramiz. Keyin sizlarga Doda xo'ja ma'lumot bo'ladi. O'tkazib bormaysizlar. Qani ketdik. Bo'pti, o'rtoqlar, ikkitasi. Mayli, bundan aralash deydiganlar bo'lsa, baribir oxiri shu savol ochiq qolmasin.